to'xta. Qara. Hozir mana o'zingni tasavvur qil, tak imtihondasan, imtihonda bo'ladi. Marshrutni bilasan-a? Ha. Qonli yo'nalishi. Ha. Lekin anetda hozir borganingda peshobxod keladi, peshobxodda olib to'xtashing kerak, to'g'rimi? Lekin peshobxod yo'q. Nima to'xtaysan? To'xtamayman. Kallang joydami? U yerda hozir shunaqa joy bo'lyaptiki, hozir ko'rinmaydigan odamlar o'tyapti, bilasanmi? Ha. Ana Невидимый человек degan kino bor. Ko'rinmas odam. Xuddi o'sha to'xtasang, o'zing ko'rinmasang, bitta odam o'tib ketadi. O'shaning uchun to'xtab, keyin yurishing kerak. Tushundingmi? Davay, boshla. Qara mana, peshobxodni oldida to'xtadik, lekin odam yo'q. Lekin hayotda ham bunaqa odatga qarating, lekin ehtiyot bo'lib yurishing kerak. Keyingisi estakadi. Ya'ni birinchi nima beramiz? Gaz, a? Gaz. Davay, ketdi. Qo'y. Sen orqangdan yugurib yurishing kerak bo'lib qoldi. Oyog'ing qaltiramayaptimi? Yo'q. Nimaga? Bu yerda qaltirash kerak oyoq. Bilasanmi nimaga? Chunki bu yerda ancha odam mazasi qochib qoladi. Shuning uchun sen cho'ta spokойно o'tiribsan, sutda o'tib bitta taylanib keldim deymanda. Hammasi yaxshimi? Если что, dori beraman. Tushundingmi? Davay. Abbos, davay, gazini bos. Молодец. Yelkangga kelganda o'shani qo'lasan, qo'l. O'shani chiqlarni bosmaslikka harakat qilasan. Agar bitta o'tga gapirsa, anaqa qilma. Bu yerda ham xuddi shu, urayotganingni ehtiyot bo'lib urasan. баллов. Наехал колесом на контрольную линию. O, sepmeye sekin koyuyor. Tutunga kiramiz ham deyman. Mana to'xta, vaqtda ahamiyat beradigan bo'lsang, ko'pchilik kirayotganda, mana tegiga qaragin deydi, to'g'rimi? Nimaga qaragin? Nima chiqish kerak? Palasa. Palasa chiqish kerak. Xo'p.
palasi ertaga hovliga olib kirayotganingda, misol uchun garajga olib kirishing kerak yoki hovliga olib kirishing kerak. Palasi bo'lmasa nimaga garantira olasan? Orqaga mana bu. Nimani orqaga? Misol uchun narsa turgan bo'lsa, narsa. Orqaga har doim esingda bo'lsin, olib kirayotganingda, ya'ni senga mana shu oyna ichidagi razmer qiyos qiladi. Yo'q, bu oyna yoki orqadagi oyna. Tushundingmi? Shuning uchun hozir mana keldim, ikkinchi palasi chiqdi, tepada qolib ketdi, to'g'rimi? Tegidan pastiga chiqadi, o'shani ya'ni chizuvni kerakli joyga olib kelasan, keyin burasan. Tushundingmi? Davay, hayda. Tak, diagonali tekis bo'lganda, o'sha chizuv chiqqandan keyin sekin o'sha o'g'iradi. Yaxshi, stop. Qara, hozir mana zo'r ideyani keldi, lekin masjidda ham shu ko'pchilik burayotganda, misol uchun ana yerda 10 tomonda g'ildiringni orqani bosib qo'yish ehtimoli bo'ladi. O'shaning uchun sal oldinroq olib chiqib olasan, sababi yo'l ko'rinishi kerak. Yo'l ko'ringandan keyin rulni sirasi burib oladi. Tushundingmi? Opa gapirmadim? Yo'q. Masha gapirmadim. Yo'q. Serios. Qara, opa gapirsa xafa bo'lmagin, lekin opadan ehtiyot bo'ling, tushunding? Bu masalani hal qiladi. Davay. Haydi. Не включили левый поворотник. Левый поворотник. Давай, yürüp to'xtaysan. Rossiyanada akkuratga borib to'xtaysan. Баллов. Остановил транспортное средство на расстоянии более 1 метра от линии стоп. Nima deyapti opang? Ana 40 ball berardi. Opang gapiraveradi, hayda yur. Mani jarimalaring yaxshi hozir. Asosiy yo'lda chalg'amagan. Hop. Tak, stop, to'xtab olasan. Ha, skorost almashtirdingmi? Aha. Battar bo'l, yur. Ana yerda ehtiyot bo'lgan, hozir seni bunday yomon vaziyatga qochirib qolishi mumkin. Hop. Tayyor bo'lib turgin shu holatga. Hop. Не остановился за 2 секунды после сигнала. Mana qara, sarsab ketdim. Chiyladimi? Qo'rqib ketmadingmi? Sal? Qo'l bo'lib qolmadimi? Yo'q. Ha, davay, hayda. Ishtirab oldingmi shunda ham? Davay, ketdi. Takani kengisiga olib boraverasan. Nargis bo'sha faqat meni birinchi bo'shagandan keyin sekin o'tirasan. Davay, yur. Arinta ketdi. Qara, o'rni olib. Xo'sh, g'ayroq katta qilinadi. O'zing mo'ljallab, o'sha yetgandek buni chiqish kerak. Burchi chiqish. Burchi chiqish kerak. Davay, chiqaramiz o'sha burchi.
Mana hali qara, keldimi, kelmadi. Значит, sal yuramiz. Yurganimizdan keyin yana boshlaymiz. Endi chiqdi. Aha. Endi qara, bu yerda. Xo'p, mo'ljalga olding. Bir Ha, rulni qayerga burish kerak? o'ngga, Chapgacha. chapga yo'q. Men san o'ngga burasan. Hamma chapga buradi-yu bu yerda. Yo'q, o'ngga. O'ngga ham keyinchi. Keyin to'g'rilab, Keyinchi. keyin chapga. Malades. Mana shu yerda borib, ko'pchilik adashadi. Rulni qayerga burishni bilmaydi. Shuning uchun san o'tib yerda o'qib keldingmi deyman-da. Men misol uchun rulni qayerga burishni. Rulga bizni xudo xolasi anti-rul degan sirop o'ylab topganmiz. Uni bitta olsa, rulni qayerga burish yaxshi bo'ladi. Shuning uchun obunachilar sizlar ham bilinglar. Birinchi rul o'ngga to'g'irlab turib, kirib, keyin chapga. To'g'rimi? Adashib ketma. Davay, boshla. Agar qila olmasang, lekin ko'rasan. Opa chiqsa, gapirsa o'zingdan ko'r. Xo'sh. Yaxshi. баллов. Не коснулся колесами транспортным средством линии фиксации парковки. 20 баллов. Ha? Bosardim vaqtida. Parrochik. Men senga aytdim, mo'ljal shoshilma, ani to'liq kelgandan keyin qilasan dedim. Davay chiqib ket, bo'l. Баллов. Не включили левый поворотник. Narushinalaring ko'payib ketdi, sen bolani. Баллов. Остановил транспортное средство на расстоянии более 1 метра от линии стоп. Ey, aya qara. Seni mayna ochida qo'ysam, nima opim bilan gaplashging kelyaptimi? Yo'q. Ha? Yana bir marta gapirsa, endi qara. Ishtonni yechganligini kiydirib qo'yaman. Tushundingmi? Hayda. Bo'lishingga sal qoldi. O'tga burilib o'tganingni, o'sha snayper peshiningni otib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, balonga qarab ketishing kerak. Ha. Ketdi. Malades. To'g'riga o'tib, to'xtaymiz. Tak, to'g'riga o'tamiz. Mana qarab borib. Xullas, umumiy jarima balli necha bo'ldi? Ko'p bo'lib ketdi. Ko'p bo'lib ketdi. Qancha hisoblading? Yo'q. So'tak 75 bilan yetib kelding, imtihondan o'tding degan hisoblanadi. Yaxshi, yomon emas, lekin iloji boricha menimcha shu sani opa yo'q qoldi-yu senga. Shuni ovozini eshitmadim, narushina qildinglar. Buni odating yo'q edi-yu. Ha? Ovoz yaxshi ekan. Lekin bu ovoz odamlarning masalasini hal qilyapti. Hozirgi kunda iloji boricha ushbu opani ovozini umuman eshitishimiz kerak. Chunki hayotda hozir mana shu bitta opa 1,5 million so'mni hammaga bo'yniga ilyapti. Hozir. Shuning uchun voy siz yo'q-ku shoferingiz. Mana shuni ko'rdingmi? O'tda mana shunaqa bardakli bo'ladi. Shuning uchun yaxshi. Xudo xolisa keyingi imtihonga borishga tayyormisan? Tayyorman. Aniq-a? Podvodit qilsang, peshiningdan o'zim ochib tashlayman. Xullas, hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Kommentda o'z izohingizni qoldirasizlar. Kim mana shunday shug'ullanmoqchi bo'lsa, kelib bemalol tayyorgarlik ko'rsatadi. Ramiz Avtotest xodimi xizmatda. Sog' bo'linglar.